Assalomu alaykum aziz talabalar, men Ibrohim Rahmonov, arab tili o'qituvchisiman. Bu ko'rsatuvimiz esa Al-Hikamul Arabiyya, ya'ni arabcha hikmatlar ko'rsatuvi. Bu sonda biz birgalikda ilm talab qilish, ya'ni ilm o'rganish haqidagi hikmatlarni, ularning tarjima va sharhlarini ko'rib chiqamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, biz birinchi hikmatni o'qishni boshlaymiz. Birinchi hikmatimiz: Al-ilmu bila amalin kashajari bila thamarin. Ilm amalsiz, mevasiz daraxt kabidir. Al-ilmu degani bu tabiiyki bilamiz, ilm degan ma'noni biladi. Bila esa siz, ya'ni biror narsasiz. Deylik, uridu an ashroba shayan bila sukarin desak, men shakarsiz choy ichmoqchiman degan ma'noni bildiradi. Shajar bilganimiz kabi daraxt degan ma'noni bildiradi. Thamar esa meva. Xo'p, bu hikmatning sharhiga kirishadigan bo'lsak, ilm amalsiz, mevasiz daraxt kabidir. Ya'ni ilm bu o'rinda daraxtga o'xshatilyapti. Daraxt bo'lganda ham mevali daraxt ekan. Endi tasavvur qilib ko'ring. Mevali daraxt meva bermasa, u daraxtdan foyda bormi? Albatta foyda yo'q. Shuning uchun deyilyaptiki, al-ilmu bila amalin kashajari bila thamarin. Ilm amalsiz, mevasiz daraxt kabidir. Ilm aslida mevali daraxt edi, u meva berish kerak. Lekin uning mevasi amaldir, ya'ni inson o'rganganlariga amal qilishi kerak. Agar u amal qilmasa, boya aytganimizdek, aslida mevali daraxt, lekin mevasiz bo'ladi. Unday daraxtlar esa aksar holatda chopilib tashlanadi. Bu hikmat bizga aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, ilm o'rganar ekanmiz, u oz bo'lsin, u kam bo'lsin, u qaysi sohada bo'lsin, albatta o'rgangan ilmlarimizga amal qilsak, shundagina u ilmdan foyda olar ekanmiz. Ikkinchi hikmatimiz: La yanalul ilma illa sabirun. Ilmga faqat sabrli kishi erishadi. La bu inkor. Yanalu esa nala yanalu naylun fe'lidan olingan bo'lib, erishmoq degan ma'noni bildiradi. La yanalul ilma esa ilmga erishmaydi. Illa sabirun, magaramki sabrli kishi. Demak, ilmni talab qilayotgan inson bilish kerakki, bu yo'lda albatta u sabrli bo'lishi kerak. Aks holda u ilmga erisha olmaydi. Demak, biz ilm olishni istarkanmiz, olayotgan ilmimiz foydali bo'lishini istarkanmiz, albatta bu yo'lda sabrli bo'lishimiz kerak. Va juda ko'pchilik talabalar borki, ular ilmda sabr qilishmaydi. Deylik, 1 oy, 2 oy, 1 yil o'qigandan keyin ilmni shunday tashlashadi va boshqa sohalarga kirib ketishadi. Natijada ular ilmsiz qolib ketishadi. Demak, biz sabr qilishni ham o'rganishimiz kerak ekan. Uchinchi hikmatimizni ko'radigan bo'lsak, man lam yazuq murrat ta'allum lam yanal halawatil ilmi. O'rganishning achchig'ini totmagan ilmning shirinligini topmaydi. Bu hikmatimizni grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, man lam yazuq kim tatib ko'rmasa, zaqa yazuqu zuq, zavqun bu tatib ko'rmoq degan ma'noni bildiradi. Murrat ta'allum bu o'rinda izofa hosil bo'lyapti. Mur achchiq bo'lsa, at-ta'allum o'rganishning, ya'ni o'rganishning achchig'ini totmagan ilmning shirinligini ham topmaydi. Ya'ni bu hikmat bizga shu narsani aytmoqchiki, yuqorida aytganimiz kabi ilm yo'lida kishi sabrli bo'lish kerak. Mablag'ini sarflaydi, deylik toqatini, deylik ota-onasidan uzoqda bo'ladi, o'z yurtidan uzoqda bo'lib ilm talab qiladi. Albatta shular o'rganishning achchig'i, murrat ta'allum, va shuning evaziga unaqa talib ilmlar vaqt kelib ilmning shirinligini ham topishadi. Ya'ni ilm shunaqa narsaki, siz unga berganingiz kabi u ham sizga beradi. Lekin siz ilmga hech narsa bermay turib, ilmdan hech narsa ola olmaysiz. Bu hikmatning ham sharhini tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Keyingi hikmatni ko'radigan bo'lsak, qimatul mar'i ma ya'lamu. Insonning qadri bilgan narsasi bilan. Qimatul mar'i, insonning qadri, qiymati, ma ya'lamu bilgan narsasi bilan. Ya'ni insonning bilgani darajasida u insonning qadri bo'ladi. Shuning uchun olimlarning qadrlari juda ulug', yuqori bo'ladi. Nodon johillarning esa qadrlari bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki ular oz bilishadi. Shuning uchun bu arabcha hikmatimiz deyaptiki, insonning qadri bilgan narsasi bilan. Ya'ni ilm nima uchun o'rganilish kerak? Ilm o'zi nima? Ilm insonga nima beradi deyilsa, mana bu yuqoridagi barcha narsalarni ilm beryapti. Yuqorida aytganimizdek, ilmning rohati bor, ilmning insonga qadr berishi bor. Ammo yuqorida aytganimiz kabi bu narsalarga, ya'ni ilmning lazzatini totish uchun, ilm bilan qadrli, qiymatli bo'lish uchun biz ham ilmga berishimiz kerak bo'lgan ba'zi narsalar bor. Keyingi hikmatni ko'radigan bo'lsak, al-ilmu nurun yahdi ilal haqq. Ilm haqiqatga yetaklovchi nurdir. O'ylaymanki bu hikmatimizda tushunilishi qiyin yoki yangi so'zlar yo'q. Shuning uchun biz ilm haqidagi 4 qator she'r bilan bu sonimizni yakunlasak ham bo'ladi. Axi, lan tanalal ilma illa bi sittatin. Sa'unbika an tafsiliha bi bayani. Zaka'un
وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. Ey do'stim, sen ilmga faqat 6 narsa bilan erishasan. Men ularning tafsilotini senga aniq bayon qilib beraman. Ular zehn, ya'ni o'rganuvchi inson zehnli bo'lish kerak, kuchli ishtiyoq, ya'ni haris, ilmga haris bo'lib bo'lish kerak, tinimsiz mehnat qilish kerak, ya'ni ijtihad qilish kerak, yetarli vosita, ya'ni uning moddiy ehtiyojlari, deylik daftar kitoblari va shu kabi uning ehtiyojlari qondirilib berilgan bo'lish kerak. Shu bilan birga ustoz bilan birga bo'lish, ya'ni ustozning etagidan ushlash, ustozni hurmat qilish, ustozdan ilm olish kerak. Va oxirida shuni aytayaptiki, va tulu zamanin, ya'ni uzoq muddat, ya'ni uzoq vaqt kerak. Tolibi ilmda zehnni, hirsni, ijtihad, ya'ni tinimsiz mehnatni, deylik pulni, ustozni bo'lish bilan birga yana unga eng katta kerak bo'ladigan narsa bu vaqt ekan. Shunday ekan, tolibi ilmsiz, ilm talab qilyapsizmi, talabamisiz? Albatta, shuni unutmangki, ilm sizdan juda ko'p narsa talab qiladi. Shu bilan birga sizga juda ko'p narsa beradi. Bu Al-Hikamul Arabiyya, arabcha hikmatlar ko'rsatuvi edi. Sizlarni keyingi sonlarimizda kutib qolamiz.